Namozda qo'lni bog'lashlik Imom Malikdan tashqari uchala mazhab ulamolarida ham sunnat hisoblanadi. Faqat kayfiyatida ixtilof bor. Qo'lni ko'ksiga qo'yib turishlik borasidagi ko'rsatma, demak, ahli sunna val jamoadagi mo'tabar mazhablarda bu narsa yo'q. Ba'zilar mana shunday holat, dalillar yetarli deyilsa, yo'q, men qo'limni shu namozda ko'kragimning ustiga bog'layman, kindiyni tepasiga bog'layman degan o'zicha ba'zi bir hadislarni endi dalil qilib keltiradi. Hozirgi paytda o'sha o'zlarini shu salaflarga ergashamiz degan da'volarini qiladigan o'sha salafiy toifadagi odamlar shu ishni qiladi. Bu hadis sharifni ala sodrihi lafzi bilan Muammal ibn Ismoildan boshqa birorta raviy aytmagan dedilar. Ala sodrihi aslida ala sodrihi u ayol kishini sha'nida aytilgan edi. Yozgan barcha kitoblari, u kishini o'sha hadislari, yozishmalari bir sabab bilan endi u kishi bir joyga ko'mgan, shu bilan esidan chiqib topolmay qolgan. Hadis ilmida Amirul Mu'minin hisoblangan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu raviyni demak munkarul hadis deganlar. Hadisda inkor qilinadi bu kishini deganlar. Ahli ilmga vojib bo'ladi an yaqifu an hadisihi, Muammal ibn Ismoilni hadisida to'xtashlik. Nega to'xtaydi desa, fa innahu yarul manakira. Chunki munkar hadislarni ko'p rivoyat qiladi bu odam. Mana shu masalani go'yoki davomiga to'xtaladigan bo'lsak, ba'zilar odamlar qo'lni kindik ostiga qo'yish haqida yetarlicha dalillarni keltirib berdilar. Ba'zilar mana shunday holat, dalillar yetarli deyilsa, yo'q, men qo'limni shu namozda ko'kragimning ustiga bog'layman, kindiyni tepasiga bog'layman degan o'zicha ba'zi bir hadislarni endi dalil qilib keltiradi. Mana shularni hadislarga biz Hanafiylar qanday javob beriladi, qanday sharhlangan, mana shu haqida bir to'xtalib o'tsak. Yuqorida mana aytdikki, o'sha namozda qo'l bog'lash, ya'ni o'sha qo'lni bog'lashlik Imom Malikdan tashqari uchala mazhab ulamolarida ham sunnat hisoblanadi. Faqat kayfiyatida ixtilof bor. Hanafiylar demak qo'lni bog'lashni o'sha kindik ostida ushlab turishlikni sunnat desalar, Shofiylar, Hanbaliylar kindik ustida ushlashlikni sunnat deydilar. Hanbaliy mazhabida bu borada ikki xil rivoyat kelgan. Bittasida Hanafiylar bilan bir xil, ikkinchisida Shofiylar bilan bir xil. Xo'p, endi demak uchala mazhab, Hanafiylar, Shofiylar, Hanbaliylarda ham qo'l bog'lashlik kayfiyati farqlandi va har birlari o'zlariga dalil keltirdi. Yuqorida mana mazhabimizni dalillarini domlamiz juda ko'p ajoyib chiroyli qilib kitoblardan o'qib zikr qilib berdilar. Endi siz so'rayotgan narsa, ba'zi odamlar o'sha namozda qo'l bog'lashlikda qo'lni shu ko'ksiga qo'yib turishlik. Mana shu kayfiyat. Bu kayfiyat yuqoridagi uchala mazhabda ham yo'q. Shofiylarda bitta rivoyat bor, lekin mo'tabar rivoyat hisoblanmaydi. Buni endi ta'bir joiz bo'lsa, hozirgi paytda o'sha o'zlarini shu salaflarga ergashamiz degan da'volarini qiladigan o'sha salafiy toifadagi odamlar shu ishni qiladi. Va bunga asos bormi desa, asos bor. O'sha toifadagi olimlardan, ulamolardan birlari o'sha Fiqhul Hadis degan kitob yozgan ekan. Ana o'sha kitobda shu qo'lni ko'ksiga qo'yib turishlik borasida eng kuchli rivoyat sifatida Voil ibn Hujr roziyallohu anhuni hadislarini keltirgan. Ya'ni bu hadis sharifda Voil ibn Hujr roziyallohu anhu aytadilarki, Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Mana shu lafzda keltirilgan. Ya'ni u zot aytayaptilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga namoz o'qidim. U zot o'ng qo'llarini chap qo'llarini ustiga qo'yib, keyin ko'kraklarini ustiga qo'ydilar degan rivoyatni keltiradi. O'sha toifadagi insonlar qo'lni ko'ksiga qo'yishlik borasida eng kuchli rivoyat deb ushbu hadisni keltiradi. Xo'p, endi bu hadisni bizni Hanafiy ulamolar, umuman boshqa ulamolar qanday tahlil qilgan, bu hadisga qanday yondashgan desalar, hop, Izohul Adilla degan kitobning sohibi aytadilarki, avvalo bu yerda deydi o'sha toifadagi ulamolar bu hadisni
Sahihi ibn Huzaymada kelganligini ham alohida aytadilar. Ya'ni sahih ekanligini aytmoqchi bo'ladi-da. Shunda Izohul Adilla sohibi aytadiki, avvalo deydi Sahihi ibn Huzayma nom e'tiboridan sahih. Lekin bu degani o'sha kitobda kelgan barcha rivoyatlar sahih degani emas deydi. Buni nima bilan izohlaysiz desa, buni shu bilan izohlaymizki dedilar. Xuddi ana shu Voil ibn Hujr roziyallohu anhuni rivoyatlari Sunani Abu Dovudda ham keltiriladi. 1-jild 105-betda hop Raful Yadayn bobida keltiriladi. U yerda ala sodrihi lafzi kelmaydi deydi. U yerda tahta surratihi keladi. Keyingisi deydi Sunan Nasoiyda ham xuddi shu rivoyat 1-jild 145-bet Iftitoh solat bobida keladi va u yerda ham ala sodrihi lafzi bilan kelmaydi. Chunki o'zi bu rivoyat 3 xil ko'rinishda keladi deydi. Ala sodrihi, inda sodrihi, tahta surratihi. Mana. Demak, 3 xil ko'rinishda kelyapti. Va o'sha ular keltirilgan joydan boshqa sahih kitoblarida, ya'ni o'sha hadislar majmuasi hisoblangan Sunan Abu Dovud, Sunan Nasoiylarda demak ala sodrihi lafzi bilan kelmagan deydi. Mana bu ham ularni bu borada eng kuchli rivoyat degan gapini asosli emasligini bildiradi deydi. Undan tashqari xuddi shu narsani, ya'ni ala sodrihi lafzi bilan kelmaganligini Fathul Mughis kitobida Imom Sahoviy rahmatullohi alayh, Abdul Fattoh Abu G'udda rahimahulloh Al-Ajwibatul Fodila kitoblarida ham buni ala sodrihi lafzi bilan kelmaganligini ta'kidlaydi. Yana mashhur ulamolardan, Hanafiy ulamolaridan Zafar Ahmad Usmoniy rahmatullohi alayh o'zlarini I'lo-us Sunan kitoblarida bu hadisni deydi roviylariga e'tibor qaratadilar u kishi. Roviylarida deydi Muammal ibn Ismoil degan roviy bor deydi. Mana bu roviy haqida deydi va Muammal ibn Ismoil muxtalafun fi. Bu kishi ixtilofli odam. Ba'zilar siqa degan, ba'zilar boshqa gaplarni gapirgan. Eng e'tiborimizni tortadigan jihati hadis ilmida Amirul Mu'minin hisoblangan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu roviyni demak munkarul hadis deganlar. Hadisi inkor qilinadi bu kishini deganlar. Abu Hotim rahimahulloh aytadilarki, bu odam deydi sunnatga mahkam odam-u, lekin rivoyat naql qilishlikda juda ko'p xato qiladi dedilar. Keyingisi yana Zafar Ahmad Usmoniy rahimahulloh aytadilar o'sha I'lo-us Sunanda, vaqad yajibu alal ahli ilm. Ahli ilmga vojib bo'ladi an yaqifu an hadithihi, Muammal ibn Ismoilni hadisida to'xtashlik. Nega to'xtaydi desa, fa innahu yarwil manakira. Chunki munkar hadislarni ko'p rivoyat qiladi bu odam. Ko'rasizmi? Undan tashqari Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahulloh aytadilar, al-Muammal idza infarada bi hadisin, agar Muammal ibn Ismoil bir hadisni o'zi rivoyat qilgan bo'lsa, boshqa rivoyatlarga xilof tarzda, vajaba an yatawaqqafa, unda u hadisni olishga shoshilmaslik kerak bo'ladi deydi. Li'annahu kana sayyi'al hifz, chunki u kishini hifzida muammo bor. Kathiral g'alat, ko'p xato qiladi deydi. Ko'ryapsizmi? Hadisning roviylari borasida muhaddislarni mana shunday salbiy ma'noda gap aytishliklari o'z-o'zidan bu kishini rivoyatini darajasini pasaytirib yuboradi. Shuning uchun ular aytayotgan o'sha ko'ksiga qo'yishlik borasidagi hadisni sahih hadis, mana shunday qilishlik kerak, sunnat degan gaplarni demak e'tibori bo'lmaydi. Chunki ular tomonidan o'sha ularga mansub bo'lgan bir olimni kitobini o'qidim, hattoki qo'lni o'sha kindik ostida ushlab turishlik bilan namoz bo'lmaydi degan gapni gapirgan. Qarang-da. Shuning uchun bu narsaga hushyor bo'lishlik kerak. U qo'lni ko'ksiga qo'yib turishlik borasidagi ko'rsatma, demak, ahli sunna val jamoadagi mo'tabar mazhablarda bu narsa yo'q. Nafaqat Hanafiyda, Shofiyda ham yo'q, Hanbaliyda ham yo'q. Mana ular ko'pincha o'sha masalan Hanbaliy mazhabida bunday bor ekan, unday bor ekan deydi. Hatto yuqorida aytdim, Hanbaliy mazhabi
bu masalada qo'lni bog'lashlik ma'nosida ikki xil rivoyat bor. Bittasida Hanafiylar bilan bir xil. Qo'lni demak kindik ostiga qo'yishlik kerakligini aytadilar. Va shu savolga masalan oxirgi gapni aytmoqchi edim. Hanbaliy mazhabi ulamolaridan, katta ulamolaridan Ibn Qayyim Javziy rahimahullohni I'lomul Muqi'in kitoblari bor. O'sha kitobda u kishi ham mana shu Muammal ibn Ismoil roviy haqida aytadilarki, "Walam yaqul ahadun ولم يقل أحد على صدره غير Muammal ibn Ismoil." Bu hadis sharifni ala sodrihi lafzi bilan Muammal ibn Ismoildan boshqa birorta roviy aytmagan dedilar. Qarang, mana shu hadis ham, mana shu gap ham demak yuqorida ular eng kuchli deb aytayotgan gapga bir nuqta desak bo'laveradi. Shuning uchun demak gapni xulosasini aytadigan bo'lsak, namozda qo'lni bog'lash masalasida bizni Hanafiy mazhabida demak kindik ostiga qo'yib turishlik, Shofiy Hanbaliy mazhabida kindik ustida ushlashlik sunnat ekanligini aytishimiz mumkin. Ko'ksiga qo'yib turishlik haqida demak birorta mazhabda bu narsa yo'q. Rahmat domla, juda ham chiroyli batafsil bayon qilib berdingiz. Abduvohid domla, agar qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa marhamat. Domla juda chiroyli qilib mana yechimini aytdilar. Haqiqatda o'sha ala sodrihini Muammal ibn Ismoilni rivoyatida kelgan xolos. Uni mana domla yuqorida bir qancha ulamolarni u odam haqidagi gaplarni aytdilar. Shunga o'sha Elov Sunanda Zafar Ahmad Usmoniyni qo'shimchalari borda. U kishi dastlab o'zi fiqa bo'lgan ekan yoshligida, hofiz ham bo'lgan. Lekin endi inson bir xil turmaydi-ku. Dufinat kutubuhu yozgan barcha kitoblari, u kishining o'sha hadislari, yozishmalari bir sabab bilan endi u kishi bir joyga ko'mgan, shu bilan esidan chiqib topolmay qolgan. Hali yozgan kitoblarini. Keyin yuhaddis an hifzihi yoddan aytar ekanda u kishi. Chunki yozishmalar yo'q bo'lgani uchun yoddan aytib va kana kathilar xato, shuning uchun xatosi ko'payib ketdi. Keksagan paytda deydilar. O'sha ala sodrihi aslida ala sodriha u ayol kishining sha'nida aytilgan edi. Ya'ni ayollar nima ko'kragining ustiga qo'yadi-ku. Nima uchun desa aytadilarki, agar buni kimdir hujjat qilsa, u uni foydasiga emas, zarariga bo'ladi. Nimaga desa, bu hozir ko'ksiga qo'yayotganlar bor, ko'kragini ustiga qo'ymaydi. Ko'kragini ostiga qo'yadi. Kindikni ustiga, ko'kragini ostiga qo'yadi. Hatta ala sodrihi ko'kragini ustiga deyilyapti. U ustiga qo'yayotgan yo'q-da. U ala sodriha bo'lsa, ayol kishi ko'kragini tabiiyki ko'kragini ustiga qo'yapti. O'shaning uchun ayollar haqida aytilgan hadis edi bu. Uni u o'sha keksagan paytda hali xotirasi zaiflashgani uchun adashtirib ala sodrihi lafzi bilan aytib yubordi. Deb juda chiroyli qilib tushuntirganlar mana domlar nima qildilar.